Do'stlar, assalomu alaykum. Rasul Metal obunachilari, aka-ukalar, qadrdonlar. Bloger olib ketmasam bo'ldi-da bu ketishda. Temir bozordamiz akalar. Andijon shahar Trikotaj temir bozori. Savdolar yo'q, hammasi savdogarlar. Cho'ta arzon berib yuborishyapti. Bugun nima chiqaray deb o'ylab topdim, yangi temirlarni bir qator obzor qilamiz. Trikotaj temir bozor yangi temir mahsulotlari bilan tanishtirib o'tamiz. Akalar nimalar kerak bo'lsa, nimalar qiziq bo'lsa, iloji bo'lsa Telegramdan yozib yuborsanglar osonroq javob beraman. YouTube'ga kommentga paddeshga qilib turasizlar, so'raysizlar. Obuna bo'lmasdan kuzatayotganlar obuna bo'lib qo'yinglar. Nimalarni video qilish kerakligi haqida yozinglar akalar, kommentariyaga ko'raman. Eng ko'p so'ralgan mavzuni video qilib narx-navolari bilan siz azizlarga aytib o'tamiz. Andijon shahar Trikotaj temir bozori. Akalar 5 kuch profilimiz. Qalinligi 1.7, narxi 22 ming so'm akalar. 1.5 ga 1.5 profilimiz, 1.1 stenka, narxi 7 ming so'm. O'tiribdi. 3 ga 2 profil. 1.5 stenkasi 13 ming so'm. 4 ga 2.5 profilimiz 17 ming so'm 1 metri. Gazga ishlatgani 15 lik turba 1.7 stenka, narxi 10 ming so'm. 20 ligi qalin ekana bu. Qalinligi 1.7, 20 lik turba, narxi 12 ming so'm. 1.5 stenkaligi 11 ming so'm. 2.5 ga 2.5 profil, qalinligi 1.7, narxi 14 ming so'm. Nimcha yukka bu 3.2. Qog'ozdan bo'lganmi bu? Reykali, reykaga. Nech pul bu 3.2? 9 ming so'm 3.2 lik. Reykalikka bo'laveradi, eplab svorka qilib olsa. Qoyil. 40 lik turbamiz 1.7 stenka 22 ming so'm narxi. Yana nimalarni obzor qilaylik akalar, narx-navolar bo'yicha. Baryer gullar. Yangiliklar ancha o'sib ketdi, yangiliklar akalar. Yildan yilga yangi fasonlar chiqyapti. Tayyor qilib mana bunaqa ustunlarni qilib qo'yishyapti. Trikotaj temir bozor. Rasul Metaldan uzoqlashmanglar, sizlarning xizmatinglardamiz. Bozorda odamimiz biz, bozorda savdo qilamiz. Shu ro'para deydi ekan meniki akalar. Men eski purushman o'zi. 15 yildan beri eski temir bilan shug'ullanaman. Qayerda Rasul Metalni joyi desanglar, shu yerda men savdo qilaman. Mana shu Naves. Meni joyim akalar. Ancha-muncha svarka xizmatlari bo'lsa ham bemalol aloqaga chiqaverasizlar. O'zimiz ishlab chiqarishlarimiz ham bor. Ozmoz. Ustoborlar mana ishlayapti. Shogirdim, oxirgi shogirdim, bir 20-shogirdim bo'lsa kerak. Prantonga tunikalar bor. Tom yopsanglar ham mana shu ham rosa chiroyli ama. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, zonnasi. Tayyor qovurib qo'yilgan serop mana. To'skani tomga ham eplasa bo'ladi Naveslarga. Yomon bo'lib ketmagan, qalinligi ham yaxshi. Xo'p, tavsiya qiladiganim mana shu hammom pechka banalarimiz, o'zimiz chiqaramiz buni ham. Turniy burus optimga qilingan emas, hali magazinlarda emas bu, optimga qilingan. O'zimizdan olib qalin materialdan qilganmiz turniy burus. Har doimgidek Lexan chakani do'kani.
Leysanlar ham optim mana nomerlari bor. Bemalol aloqaga chiqishinglar mumkin mana. Rasul Metaldan keldim desanglar, arzon qilib beradi. Men o'zim aytib qo'yganman. Obunachilarimizga arzon qilib beringlar deb. Необычный deydimi? Noodatiy temirlar do'konidamiz hozir mana. Temiriga tushunadiganlar bo'lsa sezadi o'zi ko'rib mana. Vau, mana chekadan ko'ramiz trubkalarni. Qalay rossiyskiy. Bular nejaveyka mahsulotlari. Shestkraynilar, rosa kamayib ketyapti rossiyskiy shestkraynilar. Prutlar, qalin turbalar. Vau. Bunaqasi yo'q. Yangisi yo'q buni. Sinf deydimi? Xrom, nima deydi? Buni ustiga anaqa berib qo'ygan deydim. Zavodskoy bu. Mana shestkraynilar. Vau, turbichkalar. Kommentariya yozinglar akalar. Kommentariya like'lar bosilsa, yana ham obunachi ko'proq qo'shilar ekan. Qancha obunachi ko'p bo'lsa, shuncha bizga yaxshi bo'lar ekan, yana qiziqamiz ekan. Bitta videoda mehnat qilib qo'yamiz ekanda, unga hech kim kommentariya yozmasa, reaksiya bildirmasa, birov ko'rmaydi ekan. Ko'rmasa, video qo'ygimiz kelmay qolar ekan. Demoqchi bo'lganim, ollovlarni berib paddeshga qilib tursanglar, og'iringlarni yengil qilamiz, narx-navolar chiqaramiz. Foydali mahsulotlarni, foydali narsalarni qo'yib boramiz sizlarga, do'stlar. Majmaya bema'ni narsalar chiqarmaymiz. Savdani odamimiz. Faqat foydali narsa chiqaramiz kanalda. Neja ekanmi?